Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 22 fevral haftani yakshanba kuni 2026-yil mana Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni ertalab bozor 6 da boshlanadi, kunduzi 11 gacha bo'ladi. Bozorga vaqtliroq kelaverasizlar-da. Akamda bunaqangi pastel, dasturxon, yana nima? Sizda muammoga? Xo'p, bu pastellaringizni nech pul deyapsiz bu 2 kishilik shekliga? Bu hafta narxi tushirdik Ramazonga aksiyada. Ramazonga narxini tushirishibdi. Nech pul deyapsiz buni? 105 ming so'm. Buni 115 ming so'm sotilgan ekan. Hozirgi vaqtda 105 ming so'm qilib yuborishibdi narxini. Buni ichida Prastina, Padadyanlik, Nalichka, yana nima? Shular ekan. Mana shu, mana ko'rsatib qo'yilgan rasmda qanaqa bo'lsa, shunaqa bo'lib chiqar ekan. Mana shu ichida rangi qanaqa bo'lsa, shunaqa bo'lib chiqar ekan. Bular nech pul deyapsiz? Xitoy pastel 105 ming 2 kishiga. Bular 2 kishilik ekan, 105 ming so'm ekan. Shu donaga ham, pachkaga ham shu narx. Bu ham shu. Mana xohlasalang tanlab olasizlar, xohlaganlaringizda 105 mingdan 2 kishilik mana shunaqa pastel, mana shunaqa naborlar. Rasvetkasi juda ko'p. Mana rasvetkalari. Ahadjon akani mana tanib olinglar. Kelganda mana Xo'p, dasturxonlar nech pul deyapsiz? Pachkaga bo'lsa 13 ming so'm, 10 ta bo'ladi. Pachkaga 13 ming so'm ekan. Donaga nech pul? Donaga 15 ming so'mdan ekan mana. Bular nech pul deyapsiz? 3,5 metrlisi 100 ming so'm. Bularda 3,5 metrligisi 100 ming so'm ekan. Shu donadagi narxida. Pastellaringiz mana bir kishiliklari nech pul? 75 ming bir kishilik. Shu bir kishilikmi? Mana bir kishilik pastelar. Bu ham o'sha ichida Prastina, Padadyanlik, Nalichkasi bor ekan. Shu nabor ekanda 75 ming so'm beradi, olib ketaveradi. Donaga ham shu narx. Mana detskilarchi? Ular ham shunaqa bir kishilik razmerda 75 ming. Bir kishilik razmerda ekan, bu ham 75 ming so'mdan ekan. Har xili bor. Hozir kamida bir necha xil bor bu yerda rasvetkalari? 150 xilga yaqin rasvetkali shunaqa pastel mana shunaqa narsalar kerak bo'lsa, bor mana. O'sha nima ekan ana shu narsa? Pastel bular. Buni momiqlaringiz necha pul? Qancha shuni? Bu necha pul deyapsiz buni? Rasm qanday bo'lsa, xuddi shunday bor. Mana. Orqa tomoni shu adnotonni bilan ishlaydi. Necha pul deyapsiz buni? 105 105 ming. ming so'm ekan. Bularchi? 110 ming so'm. 110 ming so'mdan ekan. 2 kishiga 110 ming, bir kishiga 75 ming. 2 kishiga 110 ming so'm, bir kishiga 75 ming so'm ekan. Xullas o'ran yotadiganmi bu nima o'zi bu? Hozirga yopilsa ham bo'laveradi. Hozirgi vaqtda yopin yotsa ham bo'laverar ekan. Bo'laveradi. Nalishkasi bilan. Qishda o'sha divan, xullas nimalar ustiga solib nima qilaydiganda. Xo'p. Mana dasturxonlarda ham turi ko'p. Eng kichkinasi 15 ming so'mdan boshlanar ekan donadagi narxida. Eng kattasi, eng qimmati nech pul dasturxondir? 3,5 metr mana katta 7 metrli zallarga cho'raydiganlari Xo'p, 100 ming so'm. 100 ming so'm ekan 3,5 metrligi. O'rtasi to'rsiz bo'lsa. To'rsizlari 55 ming so'm. Bunisi 35 ming so'm 2 metrligi. O'rtasi to'rsiz bo'lsa 55 ming so'm. Telefon nomeringiz necha aka? 99lik 99lik 070 070 78 88. 78 88 ga telefon qilsalaring Ahadjon akamga aloqaga chiqaverasizlar mana. Donadagi narxlar etildi. Shu
pachkaga ham, donaga ham narxlar bir xil ekan. Mana bular ham jatka, yangi gullar kelgan bular. Bu nech pul ekan? Bular ham shu 105 mingdan o'qtilgan. 105 ming so'mdan. Bular ham 105 ming beradi, olib ketaveradi. ketaveradi mana shu. Bo'ldi. Ketaveradi.